Assalomu alaykum. Jahonda sodir bo'layotgan muhim voqealar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. AQSh prezidenti Donald Tramp o'nlab davlatlar rahbarlariga G'azo bo'yicha tinchlik rejasining keyingi bosqichini nazorat qiladigan yangi tinchlik kengashiga qo'shilishni taklifini yubordi. Fransiya, Isroil, Vyetnam, Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Sloveniya, Tailand va Yevropa ittifoqining ijro etuvchi organi ham taklifnoma olganlar qatorida. A'zo bo'lish uchun Tramp $1 milliard so'rayotgan kengashga necha yetakchi taklif etilgani aniq emas. O'zaro kelishmovchiliklarga ega davlatlarga ham takliflar yuborilayotgani kengashning vakolatlari va qaror qabul qilish mexanizmlariga oid savollarni keltirib chiqarmoqda. Taklif xatlarda Tramp tomonidan kiritilgan kengash global mojarolarni hal qilishda jasur va mutlaqo yangi yondashuvni boshlaydi deyilgan. Ko'plab davlatlar Trampning taklifi tafsilotlarini o'rganmoqda, ba'zilari esa qabul qilgan. Lekin $1 milliard badal masalasi ham ochiq qolgan. AQShning ismi oshkor etilmagan rasmiysining Associated Press'ga aytishicha, $1 milliard miqdoridagi hissa kengashda doimiy a'zolikni ta'minlaydi va bu mablag' G'azoni tiklashga yo'naltiriladi. 3 yillik a'zolik esa moliyaviy badal talab qilmaydi. AQSh rasmiy a'zolar ro'yxatini yaqin kunlarda ehtimol Shveysariyaning Davos shahrida o'tkaziladigan forumda e'lon qilishi kutilmoqda. Isroilning o'ta o'ng qarashlari bilan tanilgan moliya vaziri Bezalel Smotrich tinchlik kengashini Isroil uchun noqulay kelishuv deb atab, uni tugatishga chaqirdi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, G'azo sektorini qayta tiklash uchun $53 milliard kerak bo'ladi. Ayrim nodavlat tashkilotlar G'azoda faoliyatini sezilarli darajada kengaytirgan, biroq vaziyat o'ta nozikligicha qolmoqda. Aholining 77% kuchli darajada oziq-ovqat yetishmovchiligi bilan yuzlashmoqda. 2025-yil Xitoyda tug'ilish darajasi rekord darajada past ko'rsatkichga tushdi. Dushanba kuni e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, tug'ilish darajasi har 1000 kishiga 5.63 taga tushdi. Bu 1949-yildan beri qayd etilgan eng past ko'rsatkich. O'lim darajasi esa har 1000 kishiga 8.4 taga yetib, 1968-yildan beri eng yuqori darajani ko'rsatdi. 2025-yil oxiriga kelib mamlakat aholisi 3.390.000 kishiga qisqarib, 1.4 millionni tashkil etdi. Aholining qarib borishi va iqtisodiyotning suslashuvi sharoitida Pekin yoshlarni ko'proq turmush qurish va farzand ko'rishga faol undamoqda. 2016-yilda Xitoy uzoq yillar amal qilgan bir farzand siyosatini bekor qilib, 2 farzand cheklovini joriy etdi. 2021-yilda har bir juftlikka 3 farzand ko'rishga ruxsat berilgan. So'nggi paytlarda Xitoy 3 yoshgacha bo'lgan har bir farzand uchun ota-onalarga $500 to'lashni taklif qildi. Ayrim viloyatlar ham qo'shimcha to'lovlar va uzaytirilgan ta'tilni joriy qilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, 2024-yilda Xitoy farzand tarbiyalash eng qimmatga tushadigan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Biroq ayrim xitoyliklar farzand ko'rishga yoshlarning erkin hayot istagi ham to'sqinlik qilayotganini aytgan. BMT ekspertlarining hisob-kitoblariga ko'ra, 2100-yilga borib Xitoy hozirgi aholisining yarmidan ko'pini yo'qotadi. Aholining qisqarishi dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarga ega. U allaqachon kamayib borayotgan ishchi kuchi va zaif iste'mol kayfiyatini kuchaytiradi. Yakshanba kuni Ispaniyada sodir bo'lgan yuqori tezlikdagi poyezdlar to'qnashuvi oqibatida halok bo'lganlar soni 39 nafarga yetdi. O'sha kuni relsdan chiqqan vagonlar qarama-qarshi yo'nalishda soatiga 200 km tezlikda kelayotgan boshqa poyezd bilan to'qnashgandi. Hodisa Yevropada so'nggi davrlardagi eng og'ir temir yo'l fojialaridan biri sifatida baholanmoqda. Reuters manbalariga ko'ra, hodisa joyida relslarni tahlil qilgan texniklar rels bo'laklarini tutashtirib turuvchi bo'g'inda yeyilish alomatlarini aniqlagan. Ularning aytishicha, bu nuqson ancha vaqtdan beri mavjud bo'lgan. Nosoz bo'g'in rels bo'laklari orasida bo'shliq hosil qilgan va poyezdlar qatnovi davom etgani sayin bu bo'shliq kengayib borgan. Manbaning aytishicha, poyezdning dastlabki vagonlari relsdagi bo'shliqdan o'tib ketgan, biroq 8 va 9 vagon relsdan chiqib, 7 va 6 vagonlarni ham o'zi bilan sudrab ketgan. Poyezdning o'zi 15 yanvar kuni rejalangan texnik xizmat doirasida tekshirilgan va hech qanday nosozlik aniqlanmagan. Temir yo'l yo'lagi esa o'tgan yilning may oyida to'liq ta'mirdan chiqarilgan edi. Rasmiylar hozircha bu da'volar yuzasidan izoh bermagan. Ikkinchi poyezdni boshqaruvchi Renfe prezidenti hodisa sabablarini muhokama qilishga hali erta ekanini aytib, inson omili deyarli istisno qilinadi dedi.
19 yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Trump NBC News'ga bergan intervyusida Grenlandiyani egallash uchun kuch ishlatadimi, yo'qmi, buni aytishdan bosh tortdi. Biroq u kelishuvga erishilmasa, Yevropa davlatlariga bojlar joriy etish tahdidini yana takrorladi. Yakshanba kuni Trump Norvegiya bosh vaziri Jonas Garga yo'llagan SMS xabarda shunday yozgan: Davlatingiz 8 ta urushni to'xtatganim uchun menga Nobel tinchlik mukofotini bermaslikka qaror qilganini inobatga olib, men endi faqat tinchlik haqida o'ylash majburiyatini his qilmayman. Endi AQSh uchun yaxshi va to'g'ri bo'lgan narsalar haqida ham o'ylashim mumkin. Tramp xabarida Daniya, Rossiya yoki Xitoydan Grenlandiyani himoya qila olmaydi degan ayblovini ham yana takrorlagan. Norvegiya hukumatı bu xabarlarni dushanba kuni e'lon qildi. Norvegiya Nobel qo'mitasi 2025-yil Nobel tinchlik mukofotini Trampga emas, balki Venesuela muxolifati yetakchisi Maria Machadoga berib, Trampni ranjitgandi. Biz 2026-yilda yashayapmiz. Siz odamlar bilan savdo qilishingiz mumkin, lekin odamlarning o'zini savdo qilmaysiz, deya javob qaytardi Daniya tashqi ishlar vaziri Lars Rasmussen. Yevropa yetakchilari payshanba kuni Bryusselda favqulodda sammitda variantlarni muhokama qiladi. Shuningdek, Arktika chidamliligi nomli harbiy mashg'ulotlar doirasida Daniya askarlari Grenlandiyaga joylashtirilishi kutilmoqda. 20 yanvar kuni Suriya Ichki ishlar vazirligi Shaddodiy qamoqxonasidan IShID a'zolari bo'lgan taxminan 120 nafar mahbus qochib ketganini ma'lum qildi. Reutersning yozishicha, avvalroq kurdlar yetakchiligidagi SDF vakili Farhod Shami IShIDning qariyb 1,5 ming nafar a'zosi qochib ketganini xabar qilgandi. Suriya rasmiylariga ko'ra, qochish sodir bo'lgach, Suriya armiyasi bo'linmalari shahar va uning atrofida o'tkazilgan qidiruv reyd amaliyotlarida qochganlarning 81 nafarini qayta qo'lga olgan. Qolganlarni hibsga olish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Bundan avval Suriya armiyasi SDF nazorati ostida bo'lgan qamoqxonadan IShID jangarilari qochib ketganini aytib, kurdlarni mahbuslarni qo'yib yuborishda ayblagandi. Bir necha kun avval hukumat kuchlari bilan to'qnashuvlardan so'ng SDF yillar davomida nazorat qilib kelgan Raqqa va Dayrazzor viloyatlaridan chiqib ketishga rozi bo'lgandi. Suriyaning asosiy neft konlari joylashgan bu hududlar Ahmad ash-Shar'a kuchlari nazoratiga o'tdi. Rossiyaning uzoq sharqi Petropavlovsk-Kamchatskiy shahrida 2025-yil dekabr oyida 370 mm, shu yil yanvarning birinchi yarmida esa yana 163,6 mm yog'ingarchilik qayd etildi. Natijada shaharda qor qoplami balandligi 170 cm ga yetgan, ayrim hududlarda esa 2,5 metrdan oshdi. Mahalliy aholi ijtimoiy tarmoqlarda balandligi 5 metrgacha yetgan qor uyumlari haqida yozdi. Tinch okeani bo'yidagi bu shaharda munisipal darajadagi favqulodda vaziyat rejimi amalda qolmoqda. Dushanbaga o'tar kechasi shaharning ko'chalaridan 2,5 ming kub metr qor olib chiqildi. So'nggi 1,5 oyda Kamchatkada kuzatilgan ob-havo sharoitlari ekstremal toifaga kiradi va juda kam uchraydi. Aholi uylarini qor bosib qoldi. Ularni tozalashda qutqaruvchilar va harbiylar yordam beryapti. Qor yog'ishi sabab mintaqa poytaxtida chiqindi olib chiqish deyarli to'xtab qoldi. Kommunal xizmatlar texnikasi qor bilan to'silib qolgan hovullarga kira olmayapti. Kamchatkadagi davlat muassasalari va maktablar masofaviy ish va o'qish rejimiga o'tkazildi. 15 yanvar kuni mahalliy hokimiyat qulagan qor ostida 2 kishi halok bo'lganini bildirdi. Hokimiyat aholiga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslikni tavsiya qilyapti va xavf haqida karnaylar orqali ogohlantirmoqda. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu. Ko'rishguncha.